biz bunda o'zimizning territoriyada yashovchi pensioner opalar bilan, obilar bilan ham endi butun to's председательlari bilan yig'ilishib, shu skandinavskiy ходьба sport turi bilan shunday yurib olishga niyatladik. Bizning Oznaqay rayonida endi butun mümkünlikler de var. Şu sport türü bilen şug'ullanadigan kishilarga parklarda ish tartilib turadi, parklarda zirak ko'p, maktab eshiklarida da yursak da bular mumkin trotuarda da yurgan bunday ne bilan skandinavskiy xatba bilan o'zimda men shuning bilan ish qilib yurib qaytaman, o'lda yashasam da endi bek rahat, bek ko'ngilli bo'lib ketay endi. Butuningizga da taqdim etaman endi. Спорт для того, чтобы действительно показать или остановить, не останавливаться на достигнутых успехах 19 года, а в 2020 году преувеличить и быть в числе передовых районов республики. И ТОСы собрались для того, чтобы население агитировать и решать вопросы здорового образа жизни. Поэтому вот мы все здесь вместе собрались. Дружно.